biron marta biron joyda bir o'tirib bir piyola choy ichgan inson emasman Munisa Rizayeva bilanda. Mani Abbosni menga yuborgan audio zapislar bor. Qo'pol aytaman, lekin hozir meni to'g'ri tushuninglar. Intervyuni gap emas bu demanglar. Menda ularning ovozi bilan haqiqat bor. 27 minutligim bor. Mana muxlislar uchun nima qilay, qo'yib ber desanglar, o'zingizga tashlab beraman, o'zingiz qo'yasiz. Biza bilan spor o'ynamashdi turdi kasallik oldida. Narkomanga ham chiqazishdi mana shu narsa menga juda og'ir botdi. 1,5 oydan keyin tushunib ketdim. 1,5 oyda tushunsa-chi? Çok tashxis qo'yishgan. Siz boshqa klinikaga ketasiz, yechib ketasiz deb menga shunaqa ham qilishdi ular. Shu yerda ham menga yolg'on gapirishganda bular apparat bo'yicha ham. Hozirgi kungacha yonimda Barchin bor, shu Munisa Rizayeva bor, Jasmin bor hozirgi kungacha. Barchin bu ishda Kokoshga do'stmi, dushmanmi? Umumiy qilib ayting. Men o'zimga nisbatan kim do'st, kim dushman, shu narsani ajrata olaman.